Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan papkalarni berkitish va kod qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun biz Google Chrome ga kirishimiz kerak bo'ladi. Poiskka o'tib, soft deb yozib olamiz. Va enter tugmasini bosamiz. Mana shu saytga bosamiz. ohsoft.net. Va bu yerdan tepadagi paneldan secret folder deganini topa olamiz. Va bu yerdan download tugmasini bosamiz, ya'ni yuklab olish. Va sal pastga tushganimizda yana download tugmasi chiqadi, ya'ni yuklab olish. Ustiga bosamiz. Keyin bu yerdan secret folderdan download bosamiz yana bir marta. Endi mana bu yerga o'tib bu faylni ochib olish kerak bo'ladi. Ustiga bir marta mishka bilan bosamiz va da tugmasini bosamiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlashimiz kerak bo'ladi. Men inglizchani yaxshi bilaman. Inglizchani tanladim. Endi chap tomondagi tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yoqdan rozi bo'lish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Va next tugmasini bosamiz. Endi bu yerga o'zimizga yoqqan kodni yozamiz. Ya'ni men 1 2 3 kodini yozaman. Va pastiga ham yana o'sha kodni qaytarib terishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerga email pochtamizni yozishimiz kerak bo'ladi va pastiga yana o'shani qayta yozishimiz kerak bo'ladi. Va ok tugmasini bosamiz. Mana bizga secret folder programmasi o'rnatildi. Endi masalan shu PowerPoint darslarimni mana shu yerga olib, buni ustiga folders degan joyiga mishka bilan qo'yib yuboramiz. Va PowerPoint darslarim degan papka bu yerga o'tdi. Endi bu yerda bo'lmaydi. Hozir ko'rsatib beraman. Mana poiskka ham yozib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek boyagi papka yo'qoldi. Endi uni qaytadan ishga tushirish uchun va secret folderga kiramiz. Mana kirib ham oldik. Endi boyagi kodni yozamiz. 1 2 3 4. Va ok tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek PowerPoint darslarim papka shu yerda yashirinib turibdi. Endi bu yoqdan unlock tugmasini bosamiz. Endi bu yerda reklamaga yo'naltirib oladi. Bunga e'tibor bermaymiz. Mana yana ko'rib turganingizdek PowerPoint darslarim papkasi yana рабочий stolimizda turibdi. Uni berkitish uchun yana o'sha secret folderga kirib kodini yozib olamiz. O'sha PowerPoint darslarim degan papkani ustiga bir marta bosib, lock tugmasini bossak, o'sha qulflanadi va рабочий stoldan yo'qoladi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va reaksiya bosishni ham unutmang.